Amirchik Ponchikni fotosessiyaga olib borish kerak. 1:30da chiqib ketishimiz kerak. Soat 1 bo'ldi. Erjon uxlayaptilar, men hali tayyor emasman. Birato'la pad makiyaj qiladigan ovqatlarimiz sizlarga ko'rsatib o'taman. Biodensdan kollagen toner pet. Koreyada bolalarni tug'ilgandan boshlab 50 kunligi, 100 kunligi, 200 kunligi, a potom 1 yoshligini fotosessiya qildiriladi. Albatta xohishga qarab. 345 krem. Biz ham Amirchik tug'ilganda, tug'ilishidan oldin to'g'rirog'i bitta fotostudiya bilan dogovor qilgandik. Homiladorligi Amirchik 50 kunligi, 100 kunligi, va bugun 200 kunligini olamiz. Aslida hamma rasmlarni kechira olamiz. Sababi O'zbekistonga borib kelib yurganimizda. Dalbadan SPF. Kunlik rasmini 180 kunligida olgandik. Bu safar darajasi hisoblanadi. O'zi 200 kunga yaqin bo'lganda 100 kunlik rasmini olgandik-da, qaranglar. Endi yana oradan 2 oymi vaqt o'tib 200 kunligini olamiz. Lekin xudo xohlasa 1 yoshdagi rasmi o'z vaqtida bo'ladi, chunki unda biz O'zbekistondan kelishimiz kerak всё-таки. Faqat rasm uchun emas, больницада прививка ukollari uchun ham. Klyodan tonalka. Raslam doim Amirchik shu rasmga tushayotganda o'zidan seriozli odam yo'qoladi. Shunaqa seriozni yo'qadiki, o'zi qovoq olganda va bunaqa qoshlari jingalak bo'lib qoladi. Mana bunaqa bu juda boshqacha qovoq oladi. Rasmga tushayotganda bu вообще bilinib qoladi. Videoni boshiga qaytarsanglar, o'zi tak yuzim oq, bo'ynim qora. Hozir qilganim yo'q buni. Koreya fotostudiyalarida обязательно bolani rasmga olishsa ham yoki katta odam rasmga olishsa ham fotografdan tashqari bir kishi turadi. Ko'rinishlarga qarash uchun, kameraga ko'rsatib turish uchun, вот. Lekin Amirchik u nежный chaqiruvlarni mensimaydi. Ular prям voy mana bu yoqqa qara, mana deyishadi. Amirchikka вообще qiziq emas bu. Amirchikning onasi mani baqir o'rgatib qo'yganman-da o'zi. Bu safar rasmdagi chiroyli kulib tushaversin degan umidlarda ketolman, chunki o'tgan safar rasmida вообще kulmagan. Makiyajlarimni davomida har doimgidek bir xil, o'shancha endi videoni oxirida ko'rishamiz. Bugun bizlarni rasmga olishmaydi, lekin meni kechga svidaniam bor, o'shaning uchun biror tayyorlab oldim. Svidaniya haqida esa Instagramda kuzatsanglar bo'ladi. Hammaga xayr. Aytgancha to'liq obrazimni ham Instagram istoriyamda ko'rsanglar bo'ladi.